Yo'q, Alloh bilan sizlar bilan do'stimiz bizda biz bitta qishloqqa bordik. O'sha o'zi achishgan qishlog'iga ketyapman obunachilar. Mana yetib oldim shekilli, mana qasashidi. Mana bu tarafda bilasizlar. Ha, mana qishloq obunachilar. Mana endi eshitgandek keldi obunachilar. Mana noqtash kerak. Qishloqlar qayta qolgan. Qishloqlar bitta chiqib yo'q ekan bilasizlar. Mana biz yangi qishloqqa. Hoy qishloqqa. To'xta. Hoy qishloqqa. Bu yerni mersam. Bu yerni mersizmisiz? Ha, menman. Men bu yerga yangi keldim. Menga nimalar berasiz? Ha, sizga uy kerak bo'lsa, hozir bu joyda temirchining uyi bo'lgan. U hozir yo'q. Uy shunchaki bo'sh qolgan. Uyni olishingiz mumkin. O'zi siz qayerdan keldingiz? Menga aytishganida mana shu qishloqqa kelishim va shu yerda yashasam. Ha, bemalol yashayvering. Siz bizning aholimizsiz. Ha, bo'pti, rahmat. Mana menga uy berishdi obunachilar. Ana xona uyda achishsa kerak. Olmay borasan. Mana obunachilar. Yaxshi uy ekan. Ana shundan hech narsa yo'q. Sandiqqa o'zim narsalarim joylayman. 4 obsidianim bor edi va eshiklarim juda ham ko'p bilsalaring. Yo'q, ko'p eshiman kerak. Bas, eshik juda ham ko'p bo'lganda divan bormi? Yo'q. Mana bitta o'zgartirish obunachilar. Bunday. Bularni otib olamiz. Buni kerak bas. Bitta divanimizni qo'yamiz obunachilar. Mana yangi uyim tayyor bo'lyapti. Kelim yo'q, mayli obunachilar. Bitta eshik yo'q ekan, mana bitta eshik qo'yamiz. Mana bo'ldi, zo'r. Endi bu kerak bas narsalar. Bitta lava borgan otib olamiz. Endi bu eshigimda ko'p borib eshikni bilmasdan obunachilar. Mana ichida otib olamiz. Bu zinalarni ham otib olamiz obunachilar. Endi biz nima qilsak bo'ladi obunachilar? Hokimdan so'rash kerak. Bizga ish kerak obunachilar, ish. Bizga chunki pul berishlari kerak, to'g'rimi? Ish kerak. Ay Mero. Ay odam, qaraysan? Yaxshi. Sen kimsan? Men bu yerga yangi ko'chib keldim. Merqatga ketganini aytib bor. Xona u taraf, mana u tarafga ketdi. Qarayotgan tarafimga. Ha, bo'ldi. Qani endi. Mer, qanisiz? Mer. Hozir menni oldiga borib olay, bunisi. Merdan bilmadim o'zim. Qani endi. Mer, qayta qoldi. Mer. Qayta qoldi endi. Obunachilar hozir mer qayta qoldikmi? Uydamasmi mer? Men uyimdami? Yo'q ya, obunachilar. Demak endi merni topishimiz kerak va sal qo'ydim. Bizga kerak. Men qayta qoldim. Mer qayta qoldi, sofir yurib. Butun so'dan mer yo'qlar. Ha, mana ekan uni. Men sizga menman. O, sizni oq kiyimda ko'rmadim. Yangi kiyim kiydim. Xullas, qani menga ish bering. Ha, albatta bitta ish bor edi. Senga agar o'tirani tozalasizga ish qilib beraman. Agar zo'r qilib tozalab qo'ysang senga
agar uyning oldiga borsang bitta garaj bo'lsa seniki. Agarda yaxshi to'salab qo'ysang, uni senga matega beraman. Xo'pmi? Men kameralarim juda ham ko'p. Men qayerda bo'lsam ham bu joyda ko'ra olaman. Bo'pti. Yangi kiyim zo'r ekan. Xo'p, rahmat. Qani endi ishimizni boshlaymiz, obunachilar. Biz tozalab yotgancha u narsalarni menga topshirasan, topgan narsalaringni. Ha, to'g'ri, mana bu bo'shatarga. Ha, mana shu. Bular to'liq o'smabdi. Ha, bular to'liq o'smabdi. Va biz to'liq o'smabdi buncha. Bular to'liq o'smabdi-ku bu narsalar. Va endi o'smasa, kutib o'tiraylikchi. Balki o'z qo'lida bu narsalarni biladi. Endi ozgina qilib kerak bu narsalarni. Bu narsalar juda mashhurga. Mana inson sal o'ynaydi bu narsalar. Amma noxir qolmamayman. Sal kechib qoldi bu narsalar. Mana o'sdi. Hozir qo'shildi hamma. Albatta qo'shiladi. Qoch. O'zing tarvor men hozir qo'chaman bo'pti. Qoldi ketasan. Bo'pti. Emizlik qan. Endi ulardan. Bizning yerlarda to'g'ri ham bo'larga. Çeşitli. Sen hiç verdiğim rahat çeşitli. Sen bunu ilk çıkma. Desem. Yine kartoşkalarda ikimiz bir de saklayalım. Rahmat sizlarga yetganlar. Orzulaydi. Bizga senga yordam bersin. Sana aytdi. Qani ketdingiz orada. Men har doim yangi kiyim ko'rsak, birinchidan nima o'ylaysizlar? Sizlar kirib bir bodringlar qo'ymoqchi bo'ldi obunachilar. Manimcha mer yana yangi kiyim kiyib olgan. Shu merni topolmayapmiz obunachilar. Lekin menga yangi qishloq juda ham yoqib ketyapti. Anisi ishim yoqdi. Men zo'r uddaladi dehqonchilikda. Bu menga bitta qo'ydi. Tejana so'tirib men qatagan bilasizmi janob? Menman. Yana yangi kiyim kiydim. Necha ko'p yangi kiyim kelas. Mana sizga narsalar olib keldim. Kartoshka, mana bu narsalar. Mana zitlar menga yordam berishini aytdingizmi? Ha, shuni aytgandim. Bo'ldi. Avvalgiza. Ha, bo'pti. Bo'pti. Matega berasizmi? Ha, hozir matega beraman. Mana matega. Bo'ldi, rahmat. Men degan har doim yangi kiyim kiysiz zo'ra. Va bo'ldi, mana matega mana aytibsiz tomorqa. Lekin menga qishloqda yordam berishingizga rahmat. Arzimaydi. Xullas endi obunachilar, qaranglar. Endi bu yangi qishloqqa ko'chib keldimi? Endi bu safar nima qilamiz obunachilar? Yangi qishloqqa ko'chib keldim. Endi biz o'zimiz yo'q. Maqsad bo'ladi.
Ha, o'zimizning ismimiz bor obunachilar. Endi oyligimizni qachon berasan? Nima dedim? Nima deb obunachilar? Xullas qani mer endi mermas tarafda bo'lish kerak deb qo'yganmiz. Ha, mer yangi kiyim kiydingizmi? Meri kiymay hazırlasam. Xullas qarang. Oyligimizni qachon berasiz? Ha, storimiz kanalida 250 ta obunachi bo'lganda. Ha? Obunachilar, tezroq kanalimizda 250 ta obunachi bo'lish kerak. Oyligimiz berar ekan. O'zi oyligim necha ming bo'ladi? 32 stak 32 stak 32 ta izmurund zo'r obunachilar 32 ta izmurund berishadi. Tezroq 250 ta bo'laylik obunachilar. Shunda mer bizga 32 ta izmurud berar ekan obunachilar. Tezroq oyligimizni anday qilish kerak. Nima deyardi? Xullas bu endi biz yangi qishloqimiz va endi bu qishloqda hozir bu berma yana kim kedimi mera. Ay mer agar boshqa garotura o'sgan bo'lsa ularni tozalab qo'yim. Boshqa garotura o'sgan bo'lsa ularni tozalab qo'yaymi? Ha, albatta. Shunday qilsang, oyliging 32 ta emas, 64 izmurudga aylanadi. Va agarda eshit, sening kanalingda 255 ta obunachi bo'ladigan bo'lsa, senga kreativ beriladi va sen bir video olib, shu qishlog'ingni yangilashtirishing va xohlagan ishingni qilishing mumkin. Faqatgina shu qishloqdagi 2 kunga xolos. Eslab qol 255 ta obunachi uchun. Xo'p. Ana eslab qoldim deb bu yozishim kerak. Hali bu bitmaganmi yo'qmi? Menga yo'q. Mana shunday keladi. So'p obunachilar bular o'shabdi. Rahmat. Ha, men buzaman sen qilasan. Shunda men juda ham ko'p pul topdim mumkin. Menda urug'lar sotaman. Bu zo'ruva. Mana zo'r ketyapti qishloqqa. Zo'r qilyapsan, barakalloh, sandan pul topaman. Lekin menga ham berasan. Ataga 99%ni. Yuzdanmi? Albatta. Bunaqasi ketmaydi. Ey, jitin, etik bor. Ekmayman, menga pul bermasa ketsan. Shuni suv ketasan. Agar meni eshit. Menga qo'shnim oyligini barchasini bersin. Bu mening tushim. Ayda tushunsiz aytaverasizlar. Ha, mana men har oy kirasiz butikda. Abdu xullas o'shanda kiyiraman, tushunding? Xullas mana obunachilar endi mana yangi uyga kiraman. Mana yorug' kanal qilib oldim. Xullas qaranglar, sizlar bilan storimiz bu bo'ldi. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 250 ta obunachi bo'lsa, oyligini bersa obunachilar hammaga xayr obunachilar. Sog' qolinglar. Bugungi videoning nomi yangi qishloqqa ko'chib keldim bo'ladi. Bu endi bu qishloqda juda ham ko'p narsalar bo'ladi. Hammaga xayr obunachilar. Video tugadi.